Alloh taolo aytadi: "Am lahum shuraka shara'u lahum yad-din ma lam ya'zan bihillah." Alla Allohda shirkatlar bormi? Ko'rasizmi, Alloh so'rab beradi. Albatta bu oyat mushriklarga ingan, lekin agarda mushriklar tushgan xatoga musulmonlar da tushar ekan, bu oyat ularga da qog'ila. Lekin ayrimma mushriklar, kafirlar, mu'minlar, musulmonlar agarda bidatlari kufrlikka chiqmay ekan, ular islomda qoladilar. Bunda Alloh taoloning so'rab bera, inqor qilib so'rab bera, g'azablanib so'rab bera, alla ularda shirkatlar bormi? Ya'ni Alloh taolo ilahiy haqiqiy zot. Ham kishi Alloh taolaga shirkat qo'ya, ya'ni tashrik qo'ya, ya'ni tegiz ittirib boshqa zotni qo'ya, Alloh taolaga tengdash qo'ya, aytirsin ulayta: "Ey Robbim, senga bunda hujjatul dinga. Mana bizning shayximiz bor hujja dinga. Ulda bizga yangi hukmlar berishak. Singnatul Alloh taolo, mana boshqa zotlar da bor." Shunda Alloh taolo aytadi: "Am lahum shuraka?" Alla ularda tog'i boshqa tengdashlar bormi? Kimda kim bidat ishlaykan, o'ylab toba ekan, aytirsinlar u o'zi shariatni rostlovchi. Ko'rasizmi, abid shariatni rostlay turgan zot kim ol? Alloh taolo o'zigina. Mavlidni yaxshi deylar bit. Mavlidni maqtilar, reklam beralar, onun uchun kurashalar. Ham kimda kim ona qarshi chiqa ekan, narsa deb aytadilar? Sen vahabbit deb aytadilar. Ko'rasizmi? Chunki ular o'zlarining kuchlari yetmay. Mana bu sufiylar ham ular o'xshagan kabi kishilar, ular bidatni taratalar, ham ularga ahli sunna dalillab chiqqach, ham ular bir-birisi qolg'ach, mana narsa sharga, narsa aytirgan menga bir so'zi qolmag'ach, nishli boshli hozir qo'rqita boshli, urti boshli, yoni boshli. Bu bidat ahllari bu umuman buzuq kishilarning yo'llari o'sha. Buzuq kishilarning yo'llari o'sha. Nechuk Musa alayhisalom qoshan haq yo'l bilan to'g'ri yo'l bilan kelgach, anlatgach, Fir'avn bir so'z qolg'ach, narsa debgina har g'ayibli boshladi. Bilasizmi bu Musa narsa tili sizdan, sizning yeringizdan quvib sharga tili, bular sehrchilar, bular buni o'tiriya kerak. Shular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkada payg'ambar bo'lgach, Qurayshlar ishadi. Javob bir javob qaytara olmaylar. Tillarida haqliq dalil yo'q, bir yo'q. Ana sana qola kuch quvvat qola, qo'rqutuv qola. Bularda shul. Vahabitlar ular falan. Hatto shunday spisk tuzganlar. Vahabitlarning hatto biz masjidda ko'rdik. Nedir masjidda? Ilib qo'yganlar bir qiyog'az yozib qo'yilgan vahabitlarning g'alamatlari. Uzun soqollar, namozda amin deb aytuv, qo'llarini ko'taruv namozda, qisqa baloqli, vahabitlarning g'alamatlari yozilgan. Subhanalloh, butun sunnat. Hali bir hadis bilan kelmaydi, mutawatir hadislar bilan keladi bu sunnatlar. Subhanalloh robbil azim. Hukumat bilmaydi, bu jahillar, nodonlar bilmay. Shu din ishida o'tiruvchilar so'zna shanalar inalar. Vahabitlar, ular vahabitlar bitti. Ular o'ylab ta qaramay, mana bu ishni ishlovchilar, sufiylar, ular o'z tilaklarini boralar, ular o'z maqsadlarini boralar. U bilan u seni andi sen vahabit ekan, lekin o'zlari maqsadini kirituv uchun, o'zlarining buzuq dinlarini taratuv uchun, mashhur ular seni tushiralar. Sen vahabit bitta ketdi, sen shunday radikalni. Subhanalloh, la ilaha illalloh. Sahobalar zamonida, payg'ambarimiz zamonida oyatlar ingan vaqtda g'amallar bo'lmagan ekan, hozirda u g'amallar yo'q. Qaysi Alloh taolo onan rozi. Agar yo'q ekan, yo'q. Bor ekan, nidir g'amallar endi ul bilgan, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni ishlagan.